Assalomu alaykum hammaga. Akalar yaxshimisizlar? Yaxshi tomonlilarmi? Kuninglar yaxshi o'tyapti degan umiddaman. Bugun 29 oktyabr, chorshanba va biz sizlar bilan yana bugun kunlik market tahlilida turibmiz. Xo'p, doimgidek dollarni kunlik time framedan boshlaymiz. E'tibor bersanglar, narx market maker buy modelidan hali ham yana davom etishga va nihoyat harakat qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsanglar, kunlik time frame'dagi holatga, ya'ni bugun, kecha va undan oldingi kungi kun harakatiga e'tibor bersak, mana bunda ko'rishingiz mumkin. Dushanba kuni 27 oktyabr kuni, seshanba va bugungi chorshanba kungi holatga e'tibor bering. Xo'p, u holat bo'yicha narx chorshanba kuni mana narx tepaga ketishni boshlayapti va nihoyat katta time frame'da, ya'ni oylik time frame'da mana bu CRT ni ichida bo'lganimiz uchun biz kunlik time frame'dagi o'sha market maker buy modelida turgan edik, to'g'rimi? Va o'sha yo'nalish bo'yicha narx hozir mana yurayotganini ko'rishimiz mumkin. Nimaga mana bu CRT anaqa qilmadi, ya'ni mana bu CRT ni minimumini yechmadi degan savolga hozir sizlar bilan javob topishga harakat qilamiz. Xo'p, uning uchun bizga SMT bo'ladigan paralari kerak, ya'ni birinchi o'rinda Euro USD. Euro USD ga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Euro USD da mana bu joyga e'tibor bersanglar, demak, mana bu kunlik o'sha 21 oktyabr seshanba kuni bo'lgan kunlik candle CRT sida Euro USD ni e'tibor bersanglar, mana Euro USD ni teskari qo'yganman o'rtoqlar, dollar bilan bir xil bo'lish uchun mana. Demak, SMT bor bu yerda. Demoqchi bo'lganim, mana bu, ya'ni 28 oktyabr kecha mana bu Euro USD da mana bu maksimum yecha olgan bo'lsa, mana bu dollarda bo'lsa yecha olmadi. O'shani hisobiga bizda SMT paydo bo'lganning hisobiga narxda endi CRT tugallanishini kutishimiz shart emas o'rtoqlar. Bizda nabarot bitta boshqa CRT shakllandi, ya'ni mana bu CRT imiz shakllandi kunlik time frame'da, to'g'rimi? Demak, kunlik time frame'dagi CRT imiz hozircha dushanba kunini minimumi seshanba kunida yechilib, dushanba kuni range'ini ichida yopildi va chorshanba kunimiz mana o'sha dushanba kuni maksimumiga narx chiqib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. To'g'rimi? Demak, bu ham CRT kunlik time frame o'zida. Ya'ni CRT ni ichida CRT bo'lyapti o'rtoqlar. Oylik CRT ni ichida kunlik CRT bo'lyapti. Xo'p, Euro USD da ham xuddi shunaqa holat, ikkalasini yonma-yon qilib birdaniga qilib ketaylik, yaxshiroq bo'ladi menimcha. Xo'p, demak, Euro USD ni qarasanglar, Euro USD o'ng tarafimizdagi Euro USD bo'lsa, Euro USD da CRT imiz yakunlandi va bizda nima bo'lyapti? Dollar bilan SMT bo'lyapti. Mana bu SMT bo'lgan joyimiz va yangi CRT ni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yangi CRT imiz xuddi o'sha dollarda bo'layotgani kabi mana bu dushanba kuni maksimumini seshanba kuni yechib, ichida yopilib, chorshanba kuni mana tepaga qarab, pastga qarab tushib ketyapti. Va bizni eng yaqin targetimiz biz uchun nima bo'ladi? Dushanba kuni minimumi biz uchun eng yaqin target bo'la oladi. Xo'p. Endi kichkina time frame ga tushib, sizlar bilan biz kunlik time frame da CRT bo'lgani uchun o'rtoqlar, biz qaysi time frame ga tushamiz? Biz конечно kunlik 1 soatlik time frame ga tushishimiz kerak. Ya'ni o'sha kunlik time frame'dagi CRT da nimalar bo'layotganini ko'rish uchun va bizga tasdiqla setup, ya'ni sell pozitsiyaga kirishga tasdiq beradimi yo'qmi, bu narsani ko'rish uchun bizga 1 soatlik time frame kerak. Xo'p, tushamiz ikkala time frame'da ham, ikkala parada ham 1 soatlik time frame tushib qaraydigan bo'lsak, mana buni bundoq qilamiz. Mana buni o'chirib turamiz. Okey, o'chib ekanmiz bu yerda. Xo'p, 1 soatlik time frame da hali ham tomog'im og'riyapti o'rtoqlar, hozir 1 minut. 1 soatlik time frame da ko'rishimiz mumkin. Mana bu o'sha kunlik time frame dagi SMT imiz. Narx mana ko'rib turibsizlar, bugun market ochilishi bilan o'sha narx hali London kill zone boshlanmasdan ham narx o'sha tepaga qarab ketishni boshlayapti. Biz endi nima qilishimiz mumkin? Iloji boricha maksimum darajada bizga setup berishi uchun
London Killzone'ni kutishimizni menimcha undan boshqa ilojimiz yo'q. Ya'ni shu London Killzone'ni kutishimiz kerak. Mana bu joyga yevroda e'tibor bersangiz, order blokka hurmat qilganman, to'g'rimi? Endi bizda nima bo'lishi mumkin? London Killzone ochilganda ikkala parada ham, dollarda ham, yevroda ham London Killzone ochilganda biz kutishimiz mumkin. To'xtaylik, dollar bitta anaqa qilib olaylik, analiz qilib olaylik. Mana bu yerda Turtle Soup, to'g'rimi? Dollar 1 soatlik time frame e'tibor bersangiz, Turtle Soup bo'lyapti va Turtle Soupni ichida mana bu BPR ga narx kelib, shu BPR dan yaxshi reaksiya olib ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi biz mana bu hozir bizda necha bo'ldi? New Yorkda hali London Killzone boshlangani yo'q. Endi 1 bo'ldi. Hali London Killzone boshlanishiga 36 minut bor. Ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 11 da boshlanyapti London Killzone, to'g'rimi? O'shaning uchun biz endi agar London Killzone boshlanmagungacha mana bu minimum yechilmasa, yevroda va dollarda mana bu maksimum yechilmasa, biz kutsak bo'ladi. London Killzone'da narx ozgina pastga aniq qilishini. Ya'ni iloji boricha biz zo'r price action qanaqa bo'lardi? Kun mana bu joyda ochilgan bo'lsa, demak kunni hozircha minimum nuqtasi mana bu nuqta. To'g'rimi? Bu opening priceimiz mana shu. Demak, biz uchun ideal price action qaysi bo'ladi? Mana buni ham yevroda ham belgilab olaylik. Mana. Demak, kunni maksimum nuqtasi hozircha yevroda mana bu. Bizga zo'r ideal setup berishi uchun iloji boricha London Killzone ni ichida kunni minimum nuqtasi dollarda bundoq pastga tushib, keyin tepaga ketadigan bo'lganda zo'r ideal anaqa bo'lgan bo'lardi. Pastda mana imbalance bor, mana bu ham imbalance zona bor o'rtoqlar. Mana bu imbalance zonani ham eslamizdan chiqazmasligimiz kerak. Xo'p, yevroda ham mana shu imbalance zona bor mana. Narx buzib o'tgandan keyin kelib yana pastga mana ketishini kutsak bo'ladi. Mana shu joydan sell setup berish mumkin agar yevro sell setup berish plani bo'ladigan bo'lsa. Dollarda ham xuddi shu holat, yevroda ham xuddi shu holat. Xo'p, endi kutamiz o'rtoqlar, boshqa iloji yo'q va bugundan boshlab men 3 kundan beri, dushanba kundan beri real solib o'rtoqlar raqamga nima deydi, anavi bilan ishlayapman. Gold bilan ishlab turibman. O'shaning uchun analizlarimiz ichiga goldni ham qo'shib ketish planim bor. Kunlik tahlillari ichiga goldni ham qo'shmoqchiman. Chunki goldda ham CRT bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, yaxshi setaplar beryapti. Xo'p. Demak, yevro bilan dollarda o'suvchimiz, yevroda tushuvchimiz. Bildinglar, qaysi zonalarni kuzatishimiz kerak bo'lgan zonalar mana bu yevroda. Ya'ni 1 soatlik time frame'dagi mana bu imbalance zona, dollarda bo'lsa xuddi o'sha 1 soatlik time frame'dagi mana bu imbalance zona. Ya'ni biz kutamiz London Killzone ochilishini. London Killzone ochilganda narx kunni minimum nuqtasini yangilab, London Killzone davomida kunni minimum nuqtasini hosil qilib, keyin tepaga qarab haligi kunlik time frame'dagi CRT ni, ya'ni dushanba kuni maksimumini yechishga chiqib ketishini kutamiz. Yevroda bo'lsa xuddi o'sha narsani teskarisi, ya'ni London Killzone ochilishi bilan mana bu imbalance zonaga narx chiqib, kunni maksimum nuqtasini, ya'ni chorshanba kuni bugungi maksimum nuqtasini hosil qilib, keyin kunlik time frame'dagi dushanbani minimum CRT ga tushib berishini kutib, pozitsiya qidirib ko'rsak bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, endi sizlar bilan dollar midoti goldga qarab qo'yamiz. Goldda mana kechqurun ishdaligimda pozitsiya ochdim. Ertalab qaraganimda ham soat 5 da qaraganimda ham yaxshi anaqa bo'lib turuvdi. Hozir mana orqaga qaytarib sizlar bilan analiz qilamiz, qanaqa nimaga ochganimni. Xo'p, birinchi o'rinda e'tibor berishinglar kerak bo'lgan holat bu mana bu joyda 4 soatlik mana candle range hosil bo'ldi, to'g'rimi? Va e'tibor bersanglar, keyingi 4 soat ochildi, hech narsa yo'q. Undan keyingi 4 soat mana e'tibor bersanglar, mana bu joyda mana bu 4 soatlik candle'imizni maksimumini yechdi.
to'g'rimi? Xuddi mana shu maksimumni yechganida men goldda to'g'risi hali ham aniq edim, nima deydi, berish edim, tushuvchi trendda bo'lishi kerak gold hali ham deb turuvdim. O'shaning uchun mana shu 4 soatlik time framedan qanaqa reaksiya olar ekan deb kuzatishni boshladim va 15 minutlik time framega tushdim. 15 minutlik time framega tushib qarasangiz, mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. 15 minutlik time frameda mana bundoq qilamizda. Mana 15 minutlik time frameda narx birinchi o'sha 4 soatlik maksimumni yechdi, to'g'rimi? 4 soatlik maksimum yechildi. Mana bundoq qilib qo'ysak menimcha osonroq bo'ladi sizlarga tushunishga. Mana 4 soatlik maksimum mana bu candle'imiz mana bu joyda yechdi. Keyin narx yana keldi, to'g'rimi? Va kutib turibman mana shu imbalans zonadan qanaqa reaksiya olishini narxi. Va ko'rib turibsizlar, imbalans zonadan reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Tanasi bilan pastga yopildi. Bu birinchi tasdiq, ya'ni narx pastga ketishi xohish qilayotganiga birinchi tasdiq. To'g'rimi? Narx mana tanasi bilan yopildi va mana bu joyda mana MSS bo'ldi bo'lsa ham bo'ladi. To'g'ri, tanasi bilan yopilmadi, mana buni ichida. Mana bu sweep qildi, lekin men uchun o'sha mana imbalans zonani ishlab bermagani bo'ldi. Keyin mana bu birinchi model CRT bo'yicha birinchi modelni o'rgatib ketdim o'rtoqlar. Qaysidir darsda sizlarda bo'lsa, o'sha CRT model bo'yicha mana bu candle tanasidan mana bu tanasidan emas, minimumidan tanasi bilan pastga yopildimi, bo'ldi, o'sha tasdiq, selga pozitsiya kirsa bo'ladi degan tasdiq bor, to'g'rimi? Va shu bilan kutib narx mana shu imbalans zonaga keladi. Mana shu kelganida mana shu joyda pozitsiya ochdim. 5 minutlik time framega tushib qarasak, juda ham chiroyli to'rtuvsuv bo'ludi. Mana 5 minutlik time frameda e'tibor bersangiz, 4 soatlik time framedagi mana bu maksimum yechildi va narx chiqib kelib, to'rtuvsuv qilib yaxshi reaksiya oldi. Mana shu to'rtuvsuv bo'lganida mana shu joyda buy pozitsiya, sell pozitsiya ochdim. Real anaqa shotda. Nu anaqada ham ochdim. Nima deydi? Propda ham ochdim, lekin realda $20 tashab, ko'p emas, $20 tashab $5 risk bilan mana bu joyda $5 risk, bu yoqda $60 take profit bilan ikkita pozitsiya ochdim, ya'ni $10 risk qilib $120mi, $130 target bo'ladi. Keyin bu qachon bo'ldi? Bu 15:50 da, demak, toshkent vaqti bilan bir 12:01larda yo'qmikan, kechqurunda, короче, ishdaligimda ochdim. Keyin ochib qo'yib, prosta qarab o'tirdim, kuzatdim, yaxshi narx ketayotdi. Mana bu joyda keyin ertalab soat 4mikin, 5mikin yangi kun ochilishi bilan narx yaxshi aniqa berdi, reaksiya berdi. Mana bu joyda o'zida narxga qarab turdim, $70mi, $80. Yo'q, $70 emas. Qanchadir ham normalniy foyda dedim. Kechqurun o'sha qaraganimda uxlashdan oldin yopmaymikin deb o'zimcha 4 soatlik time framedagi CRT o'xshab berish kerak, men bu minimumgacha kelish kerak endi degan ichimda ochko'z bola shunaqa dedi. O'shanga bo'pti, boradi deb shartda anaqa qilib uxladim. Mana hozir noqsak CRTni ko'ra olamizmi? Ochko'z mana bu rangeimiz, mana bu 4 soatlik candle minimumiga narx tushish kerak. No, уже 50% ga tushib bo'ldi. Mana range 50% ga narx kelib bo'ldi. Mana bu joyda o'zi yopib yuborsam bo'lar edi, lekin ochko'zlik qilib $120 ishlayman deb $10 risk qilib $120 ishlamoqchi bo'ldim-da. keyin anaqa qildim. Pozitsiya shunaqa qo'yib uxladim va ko'rib turganingizdek narx kechasi ertalab haligimda turib qarasam, narx o'sha kelib stop lossim urib chiqarib borib turibdi ekan. Mana shu holat hozir narxda. Demak, buni qanot men qilaman endi. Okay. Xo'p, mana bu holatda turibdi hozircha narx. Yaxshi, goldda juda chiroyli setaplar bo'lyapti o'rtoqlar. CRT bo'yicha ayniqsa, CRT bo'yicha mana ko'rsanglar, bu yoqda CRT, mana 4 soatlik time frameda CRT. Mana bu ham CRT bo'ldi. Endi to'g'ri ishlab bermadi 100%, lekin 50% gacha конечно olib kelib berdi. O'shanisi chiroyli bo'ldi. Va kulli time framega qarab analiz qiladigan bo'lsak, kulli time frameda emas,
haftalik time frame da o'rtoqlar mana bu holat bo'lyapti men uchun haftalik time frame da, ya'ni biz goldda mana bu imbalance zonadamiz, bizda key level shu imbalance zona, to'g'rimi? Pastdagi mana bu imbalance zonaga menimcha narx yo'q, hali kelmabdi. Shu imbalance zona key level va mana bu o'tgan haftani candle men uchun range hozircha, ya'ni mana bu CRT ni range bo'ladigan bo'lsa, mana bundoq bo'ladigan bo'lsa, kutib turibman narxi nima qilishini, 4 soatlik time frame da menga signal berishini, tepaga ketishim kerak degan. Chunki oylik time frame ga, oylik time frame emas edi. 6 oylikmidi, 12 oylikmidi? Qaysi edi? Mana shu haftalik time frame ekan. Haftalik time frame dagi candle'imizni, bu hafta candle'ni hali tepadagi tayochasi hosil bo'lmagani uchun narx menda qanaqa plan ko'ryapman hozircha, narxi mamdoq mana bu candle bo'ladigan bo'lsa, mana mamdoq turgan bo'lsa, narx o'tgan haftani candle mana bu bo'lsa, bu hafta hozir mana bu yerda turgan bo'lsa, mana mamdoq, what the fuck, mana bundoq turgan bo'lsa narx, mana bu haftamiz mana bu range olayotgan bo'lsak, o'tgan haftaning rangeini bu hafta hozir bundoq shu rangeimda hosil qilib, bu hafta mana buni ichida yopilib bersa, xudo xolasa, yopilib bergandan keyin biz keyingi haftani mana bu o'tgan haftani, undan oldingi haftani maksimumga, ya'ni CRT qilib ishlasak bo'ladi. Men iloji boricha maksimum darajada mana shu haftani ichida, mana shu haftamizni mana bu tayochani ichida pozitsiya qidirishga harakat qilyapman, lekin ko'ramiz endi unaqa holat bo'ladimi yo'qmi. Hozircha prosta bu anaqa, chunki gold anchadan beri o'sib kelyapti, ko'rib turibsizlar, to'g'rimi? Gold o'sib kelayotgani uchun narx hali yana oshishi mumkin degan anaqa bor menda. Xo'p, demak endi bu hozir haftalik time frame da turganimiz uchun o'z-o'zidan nima qilamiz? 4 soatlik time frame ga tushamiz. Time frame alignment bo'yicha 4 soatlik time frame mana bundoq qilib, okey, 4 soatlikka tushdik. Mana 4 soatlik time frame da qanaqa holat bo'lyapti degan savolga javob berishimiz kerak. 4 soatlik time frame da menimcha o'rtoqlar, menimcha o'sha narx tepaga ketishi boshlash jarayonidamikin deb ham turibman. Nimaga? Kunlik time frame ga qarab ko'ramiz, chunki kunlik time frame juda ham muhim. Kunlik time frame ga e'tibor bersangiz, narx kunlik time frame da ham muhim zonaga kelgan, ya'ni mana bu key level imbalance zonamiz bu kunlik time frame da. Va bizda mana bu sell stop bor. To'g'rimi? Buni to'rtal sub desa ham bo'ladi, sell side desa ham bo'ladi. Demak, mana ikkita muhim zona sell side yechdi, imbalance zonaga keldi narx. Mana shu zonadan agar ideal bo'lardi, men kecha kutib turdim, mana bu candle rangeini yechib, mana bundoq qilib, agar men bu kechagi seshanba kunlik candle mana shu dushanba kunning rangeini ichida yopilib berganda banglatardik bugun buy pozitsiyani, lekin unaqa bo'lmadi, ko'rib turibsizlar, tanasi bilan ichida yopilmadi. O'shaning uchun hozircha kunlik time frame da to'g'ri ketish ehtimoli bor, ya'ni ozgina tasdiq bor, lekin bizga iloji boricha tasdiq 4 soatlik time frame da beradi. Endi 4 soatlik time frame da mana bu o'sha haftalik time frame'dagi range. Bizda buy side'lar juda ham chiroyli buy side'lar bor. Mana bu yerda mana buy side, bu yoqda buy side, to'g'rimi? Bir-birini yechmagan buy side'lar ko'p va narxga e'tibor beradigan bo'lsangiz, model 1 bo'yicha o'sha setup beryapti. Kimdir swing traderlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda model 1 o'sha berdi mana. Nimaga model 1 bo'yicha berdi deyapman? Chunki mana e'tibor bersanglar, model 1 bo'yicha narx nima qilish kerak? Birinchi yechgandan keyin, CRT ni minimumni yechgandan keyin narx eng oxirgi down candle, ya'ni pastga ketgan candle, qora candle eng oxirgisi tanasi bilan tepada yopilishi kerak. Mana bitta tanasi bilan tepada yopildi. Agar kirmoqchi bo'lganlar, hozir mana shu yerda swing traderlar kirib, stop lossni mana bu joyga qo'yib, targetni mana bu yerga 1 ga 2.5 ga yoki bo'lmasam polni mana shu yerga qo'ysa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, gold endi bu 100% garantiya emas o'rtoqlar.
bankdan kredit olib yo yig'ib qo'ygan 10 ming dollar shotga solib hammasini buy pozitsiya ochinglar demayapman. Ну, mana shu joydan уже gold ketish kerak degan anaqa analiz. Ну, ko'ramiz o'rtoqlar. Swing traderlar misol uchun ochib qo'ysanglar bo'ladi. Men o'zim ham ochib qo'yishim mumkin, lekin $20 shotim bilan bilmadim. Hozir $20 emas, 46-50 dollar bo'ldi o'rtoqlar. $20 depozit qiluvdim o'tgan kuni, 3 kun oldin $26 qo'shildi, $46 turibdi. Kechagi pozitsiyaga o'xshaganda goldda $150, $170 qilib ko'rgan bo'lardim. No, mayli. Ko'ramiz, goldda mana shu holat hozircha. Hech qanaqa boshqa analizlarga qiziqqanim yo'q. Goldda ham chiroyli kuzatib turibman. 1 soatlik time frame'ga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da narx to'g'ri 1 soatlik time frame'da sal xunukroq ko'rinishi mumkin. Nimaga? Chunki mana bu hozirgi candle'imiz mana shu joydan tepaga ketish ehtimoli kamroq, lekin 4 soatlik time frame'da make sense, ya'ni anaqa bor, mantiq bor narx tepaga ketishi mumkinligiga va 1 soatlik candle'imizda ham sal mantiq bor. Mana bu joyga e'tibor bersanglar, birinchi imbalance zona, mana bu imbalance zonadan reaksiya olyapti. Narx mana bu order blockga ham keldi mana, to'g'rimi? Va order blockga kelgandan keyin narx mana tepaga qarab chiqib ketyapti-da, qaytib kelib mana bu order blockdan yaxshi reaksiya oldi. Agar mana shu order block ushlab beradigan bo'lsa, narx dash tepaga qarab ketishi kerak degan price action bo'lyapti hozircha. Gold hozircha mana shu o'rtoqlar, boshqa hech qanaqa anoyim yo'q, fikrim yo'q. Ko'ramiz, kutamiz, qanaqa bo'ladi, o'shalarni qarab sizlar bilan yana davom etamiz. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar va sizga Funded Next'dan show olmoqchi bo'lsangiz, video tagida silkasi bor, o'sha orqali o'tib oladigan bo'lsangiz, kelajakda qiladigan give'larimizda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz va tekin shot yutib olishingiz mumkin. Charchamanglar, sizlar bilan xudo xolasa keyingisida ko'rishamiz. Ishingizga omad, kuningizga rivoj.